Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebellarimizni, bunaqangi shkaflarimizni uстановкасini tugatdik. Manzili Andijon viloyati Orol qishlog'i, Qorabuloq mahallasiga Hasanboy akaning xonadoniga berdik. Ko'rishingiz mumkin, eni 1,5 metr, chuqurligi 1,30, yerdan balandligi 2,35 bo'lgan. Rossiyskiy laminatdan tayyorladik. Bu joylariga to'shak bo'lsa bo'laveradi. Bu joylariga bolalarning kiyimlarini, xohlasa kitoblarini qo'ysa ham bo'laveradigan qilib joy berdik. E'tibor berasizlar, devorning rangi bilan bir xil, birga bir xil chiqarib berdik. Xudo xohlasa. 100% keramika bo'lgan. Bu joyda mana oshxona mebellari ham bor. Bismillah. Oshxona mebeli balandligi 2,30 bo'lgan, uzunligi 3,60 bo'lgan. 3,60 joyi xolodilnigi bilan birga joylab berganmiz. Yo 3,60 emas ekan bu. 4,20 ekan. 4,20. Xolodilnigini o'rnini ham hisoblamardik. Bu akamiz shikoyat qilib berdi, polkalik qilib berdi, chuqur qilib bo'ldi. Hisobga ketkizib qo'ydik. Bir pagana metrini 2,400,000 so'mdan qilib berdik. Buning ichiga kiradi mo'lkasi, semisitri, bu joyda mana suv bor. Bu joyda usul paxri bor. Bu joyga qo'shib patronini qo'yib berganmiz. Har doimgidek 5 ta narsasini bonusga qo'yib berganmiz. Materiallari stalishnicasi rossiyskiy, qalinligi 3,8 bo'lgan, orqa farqlari granit bo'lgan, 1,20 Xitoyniki. Lenchiroqlarni ham o'rnatib berganmiz. Korpuslari rossiyskiy kiranish laminatidan foydalanganmiz. Oldi fasadlari turetskiy akrilik, kashtaning magnikidan. Ruchkalari kuyma ruchka har doimgidek. Osha-boshalar davulchik, vakuumlikda original bilan qo'yib berganmiz. Xo'p, gaz plita va vitishkasi abdeniy bo'lgan 2,50,000 so'mga egasiga aytganmiz. Pullarini berdi. Bu tarafiga keladigan bo'lsa, shkaf qilib berganmiz. Pastiga gaz balon sog'olaman dedi, tepasini 4 tali chuqur polka qilib berdi. Bu joylarning tepasini 3 tali polka qilganmiz. Betlari ham 3 tali polka. Betlari tepaga ochiladigan eshik qilib berganmiz. 2 dona. Sushilkan tepasiga polka bo'lgan. 100% PVH keramika bo'lgan. Korpuslari ham, oldi fasadi ham. Xo'p, narxini aytib o'tdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Kelishgan kunimizdan xudo xolasa 2 kun oldin olib kelib o'rnatib berdik. 15 kunga dogovor qilganmiz. Bugun 13-kuni. Akamiz ham xudo xolasa ursan, o'zi gapirib bering desa ancha ijolat bo'lyapti. Xo'p, kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zulf mebelida qolinglar, hammasini xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ham qilib beramiz. Like, podpiska boshingiz eshitdan chiqmasin. Rahmat hammaga.